Saroyda endi oldin karvonlar bo'lgan. Karvon to'xtaganda kimdir dam oladi, kimdir uxlaydi, kimdir kitob o'qiydi, o'qiladi. Ota bola vaqtdan unumli foydalanaylik deb namoz o'qib turgan ekan. Nafl namoz o'qiyapti ekanda. Shuni orqada o'tirib ko'rganlar voh 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 dedi. Bay. Mana taqvo dedi. Qarang buni ota bolani dedi. Namoz vaqti bo'lmasa ham nafl namoz o'qiyapti, ko'z yemasin desa, hali bolasi bunday qarab, kamiga ro'za ham tutganmiz debdi. Ayshani gaplar xullas. Saroyda endi oldin karvonlar bo'lgan. Karvon to'xtaganda kimdir dam oladi, kimdir uxlaydi, kimdir kitob o'qiydi, o'qiladi. Ota bola vaqtdan unumli foydalanaylik deb namoz o'qib turgan ekan. Nafl namoz o'qiyapti ekanda. Shuni orqada o'tirib ko'rganlar voh 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 dedi. Bay. Mana taqvo dedi. Qarang buni ota bolani dedi. Namoz vaqti bo'lmasa ham nafl namoz o'qiyapti, ko'z yemasin desa, hali bolasi bunday qarab, kamiga ro'za ham tutganmiz debdi.